Marg'ilon shahar Tutaydan sizlarga zo'r joy topib berganmiz. Salkam 9 soti, 170 ming dollarga shuni berib yuboramiz deyapti. Ko'ryapsizlar-a uyni. Xullas uyimiz 10 xonadan iborat, ikkita sanuzeli bor, suv, svet, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. Uylarni ichini bitta birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirishimizni o'ng qo'lda mana ko'rib turibsizlar. Katta mehmonxonasi bor. Mana yerdan bitta katta xona. Xullas shuni jihoz bilan tashlab chiqib ketishadi. Mana yerda ikkita xona bor, mana ko'rib turibsizlar. Xullas uyimiz shuni tayyor, kirasiz, yashaysiz mana. Hozir mana shu yurgan nimamizni, hovlimizni mana shu xonadonda tayda podvali bor. Bu tomoni mana sahnaga chiqdik mana. Ko'rib turibsizlar, mana o'sha ro'parada tualet, hammom bor, oshxona bor, yana ikkita uy bor. Katta mevali daraxtlar bor, so'rtaylari bor, dorizaxonasi bor o'zini. Dorizaxonasi ham katta, keng. Uyni holatini ko'ryapsizlar, mana bu yerda yana bitta eshigi bor. Xullas qaranglar, salkam 9 soti, 170 ming dollarga shuni berib yuboramiz deyapti egalari. Pul zaril, srochniy sotiladi. Xo'p, ma'lumotlarga keladigan bo'lsa, suv, svet, kanalizatsiyadan muammosi yo'q, to'liq lokatsiyasi Tutayda turibmiz. Yayilmadan shuni 17-maktab ko'chasiga kirganlaringda o'ng qo'lda ko'chaning ichida. Sizlarga pastki raqamlarga telefon qilsalaring shuni baraka qilib yuboramiz. Mana shunaqa yayilmadan Tutayda yashayman deydigan qadrdon do'stlarga shuni jo'natib berasizlar. Salkam 9 soti, 170 mingga baraka qilib yuboramiz. Eng qizig'i 10 ta xonasi bor. Undan tashqari alohida dorizaxonasi ham bor. Katta, keng. Bu yerda 5 ta mashina sig'adi. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilib, kelib ko'rib, joyni ko'rib, bemalol baraka qilishlari mumkin. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa shaharning markazida chiroyli joylar topishda davom etadi. Ko'ryapsizlar, mana hovlimizni. Mana sahna ko'rinishi mana. Pastki raqamlar bemalol baraka qilaverasizlar.